Dostlar, efirde kimning millioner bo'lasi keladigan topshiriq. Bizning studiyada Elmira opa. Endi biz 15 so'rovning 13'ine dürüst javob berdik. Hozir 14-so'rov. Elmira opa, mana qarag'iz. Million hamanda qiziqtirar. Otasiz keladimi? Otasiz keladi. Oysa iktibar ekranga. Qaysi itdan pishgan balish ham ish pishmoq ta'mliroq bo'ladi? Birinchi variant Elmira opa. Oyu itidan. Ikkinchi variant kenguru itidan. Uchinchi variant qo'z itidan. To'rtinchi variant fil itinden. Maymul itinden aşağınız var mı sizin belirli? Yok. Yok mu? Kenguru itinden? Yok. Yok mu? Qoz itinden? Yok. Qoz itinden. Qozdan. Var mı? Da. Hem dörtінші variant idi bizning fil. Fil, slon. Da, slon. Elmira opa, yaxshilab o'ylag'iz, chunki mana shushi million so'mni utuv sizdan turadi. Bek og'ir so'rov oxirisi sizga. Bek burchilasiz oxirisi Elmira opa. O'ylag'iz, mana shushi million, mana u sizning oldi. Agarda dirish javob bersangiz, bizning tog'in bir so'rov qolashaq. Ha mana shushi 1 million sizniki bo'lashaq. Elmira opa, bo'ldi, vaqt chiqdi. Neydi varianti bo'laysiz? Qo'z itidan ta'mli bo'ladi. Qoz iti. Siz yaxshilab o'yladingizmi? Da, yaxshilab o'yladim shu. Elmira opa, Mening variantim shu. Qo'z itidan. Qo'z itidan. Qoz iti deb o'ylaysiz. Hozir qaraymiz. Qoz itimi ekan? Mening mana kenguru itidan balish oshaganim yo'q. Lekin qo'z itidan oshaganim bor, ham bu durust variant. Qutlaymiz sizni. Hozir so'nggi so'rov Elmira opa, ham shushi million sizniki bo'lirga mumkin. Aytalar bit, деньги не пахнут deymi, oqshalarning isi kelmaydi. Mana istab qarag'iz, bizning oqshaning isi bormi ekan? Isi bor. Bormi? Damlimi isi? Damli. Mana agarda so'nggi variantga durust javob bersangiz, bu oqsha sizniki bo'lacaq. E'tibor ekranga so'nggi so'rov. Qo'yda pishgan balish bilan ish pishmoq damliroq bo'ladi. Birinchi variant Qozonda, ikkinchi variant Moskvada, uchinchi variant ish pishmoq kafesida, ham to'rtinchi variant tug'an negizda, tug'an yurtda pishgan balish. Конечно, tug'an yurtda pishgan. Yaxshilab o'ylag'iz. Elmira opa, sizning hali tog'in 2 podskaska bor bitali. Birinchisi siz do'stingizga shaltiratasiz, ham ikkinchisi auditoriyadan yordam so'ray olasiz. Birasidan shaltiratirsiz. Ну, давай Вадимga. Vazimgami? Да. Aydagiz nomerini jiyig'iz. Алло, Вадим. Алло, Эльда, привет. Bizda bulay uni ketib tur. Hozir qayda pishgan ata ish pishmoq shirin. Moskvada, kafeda, треугольник kafesida, еще духовкада и Qozonda. Но как бы я не относился к Москве и Казани с большим уважением, и там для меня родные города, но эти два варианта отсекаю сразу. Но опять-таки бабушки бывают разные, печки тоже у всех разные, поэтому, наверное, я выберу в кафе Ичпачмак, потому что мы знаем, как мы печем, и мы не знаем, как пекут все бабушки. Эль, пока, все, давай, спасибо. Elmira opa, nindi variant deb o'ylaysiz? Ish pishmoq kafesida. Treугольникda. Yo'q, yaxshiroq o'ylag'iz Elmira opa, chunki agar durust javob bermasangiz, bu oqsha sizga ilakmayacak. Sizning hali tag'in bir so'nggi podskaska bor, auditoriyaning yordami. Mana biz tomoshachilardan yordam so'ray olamiz. Elmira opa, podskaskani olirga men sizga kengashib beradiz. Podskaskani olib, balki durust tugildir, ish pishmoq kafesi tugildir. Aydagiz auditoriyadan so'raymi? Давай, тогда. Hurmatli tomoshachilar, butun umidsizda biz hozir Elmira opa so'zining so'nggi podskaskasini ola, qayda pishgan balish bilan ish pishmoq ta'mliroq bo'ladi. Birinchi variant Moskvada, ikkinchi variant Qozonda, uchinchi variant Elmira opa o'ylaydi, lekin shirkani ish pishmoq kafesida deb. Ham to'rtinchi variant tug'an negizdagi duxovkada. Ham Elmira opa, shushi millionning yozmishi sizning qo'lda, ham tomoshachilar qo'lida. Biz savol hozir ko'pmidir vaqt berik tomoshachilarga kommentariyada yozsinlar, ham eng ko'p variant yig'an javob sizniki durust deb siz u variantni aytashaksiz, ham biz qararmiz. Qaysi variant durust bo'ladi, ham million sizga ilagirmi ekan, yo'qmi ekan. Siz ayta olasiz, sizga yordam etsinlar deb. Yordam etingizlar, yozingizlar. Qaysi ko'proq bo'lsa, shu menga dovus bo'ladi. Mana shulay. Yori, rahmat, hali ko'rishimizgami? Ko'rishamiz. Bu balish seniki. Keldi ol. Buning uchun aytchini VKontakte'dagi turkumiga kirasin. Shushi bannerni topasin. Uning ostida qatnasham deb yozasin. Shushi bannerga перепост yozasan, ya'ni o'zingning stranичкаga ko'chirib olasan. Mana bo'ldi-da. Jinguvchi birov bo'lashaq. Ham u naq mana sen bo'lasan degan umidda qolaman.